Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Sizlar bilan mana navbatdagi boqilayotgan semental gibrid Greenford buqalarimizni ko'rib o'tamiz. Jonivorlar olinganiga 3 oy bo'ldi. Bularni silyoz, somon hamda kepay bilan baqilyapti. Hozir arzoniyim shunaqa qilib baqilyapti. Endi o'zi hammada ham shu foyda qilish shu sababli, lekin jonivorlar sho'xroq bunisi. Hozir rasa o'simda mollar bular, yaxshi o'syapti. Mana shuni yeb ham ko'rishlar mumkin. Triga ham 350 kilo bunaqa keladi. Jandor. Bunisi sho'xroq mana. Bu semental gibrid. O'zi hammasi ham shu, monisi semental tozaroq mana ko'rishlar mumkin. Jandor o'zi yuzlari ham, tuzilishlari ham o'zi aytib turibdi. Turuvchi bo'zaylar mana. Bu yaxshi Greenford, bu yerga yaqin, mana oyoqqonni ko'ryapsizlar. Turuvchi bo'zaylar bular ham. Yaxshi mollar. Olingan 3 oy bo'lsa, hozir yaxshi ketyapti o'zgarishlar, xudo xolisa yaxshi natija olyapti. Bu jonivor ancha sho'xroq ekan. Bu kelganda rosa qo'qqoq edi. Bunga 1-2 ashimo pitganasiga ukol qilganimizdan keyin ashundan bettari yana qo'qib, mana shunday qo'yib qoldi. Ha, jonivor. Biz oldin ham mana Greenford semental gibrid shunaqa parodada baqdik o'tgan yili. Ular ham shu 1 yil davomida baqildi. Olinganida shu 250 kilo, 280 kilo atrofida 1 yil baqildi. 610 kilo, 600 kilo atrofida bo'ldi. Yaxshi natija oldi. Unda ham shu silyoz, somon, kunjalik kepay berilgan. Yani boshlanishda shu 3-4 oy silyoz, somon, kepay berish, shu arzon yem berib, shuna baqiladi. Keyin sal o'sib, hali sal o'zaki olganda 400 kilo, 350 kilo olganda u yoqqa kunjara ham qo'shib, yemni dadalroq qilib shuna beriladi. Jonivorlar yaxshi ekan, 1 yil davomida yaxshi natija qiladi. Ko'rishlar mumkin mana. Addena qilib ajratilgan, bir-birini oshcha usib qo'ymasin, nima qilmasinga. Mollar yaxshi. Bularga shu yashurga deb ukollar qilingan shu. Xudo xolasa yaxshi, sog' salomat ko'z yemasin.